Assalomu alaykum, Bilatata Pubik kanali a'zolari. Jigarlar, bugungi videomizda jigarlar sizlar bilan PUBG ga qanaqa qilib jigarlar VPN o'rnatish, zalyotlaringni yaxshilash, jigarlar pinglaringni 20 dan pastga tushirmaydigan qilish, headshotlar, o'qlaringni regitlari yaxshi tegishli bo'llar. Hammasini bo'lib VPN orqali qilib ketamiz jigarlar bugun. Videoda ishlatilgan jigarlar fayl bilan bo'lib programma kerak bo'lsa jigarlar, mana yerda havolarga o'tsanglar kanal profildan bo'lib, bitta Bilatata Pubik Telegram kanali turibdi jigarlar. Bemalol o'sha yerga obuna bo'lib jigarlar. YouTube kanalimizga like, podpiska ham bo'lsa, bemalol mana shu kanalga o'tib jigarlar, bemalol olishlaring mumkin jigarlarim. Mana bu videoda ishlatilgan programma va fayl jigarlar. Birinchi o'rin programmani ustanovka qilamiz. Menda hozir programma bo'lgani sababli jigarlar, menga hozir bu kerak emas. Programma sizlar ustanovka qilasizlar. Keyin pastdagi bo'lib ikkinchisi 5 qism VPN ustilamay bitta bosinglar bo'ladi. Yonboshdami farqi yo'q, bitta bossanglar короче. Yuklamalar jildiga saqlash degan joy chiqib keladi. Okeyni bitta bosamiz jigarlar. Keyin bo'lar kiradigan ishimiz VeriGuard ga kirish jigarlar. VeriGuard ga kiramiz. Hozir bo'lib menda bu VPN saqlanib turibdi jigarlar. O'chiraman sizlarga noldan ko'rsatish uchun. Plus tugmasini bosamiz. Import from failure archive degan tugma turibdi. O'shani bitta bosamiz jigarlar mana. Keyin jigarlar buni saqlaganlaringiz qayerga tushadi desanglar, davlatga o'tamiz jigarlar. Davlatdan birinchidan Telegram degan joy turibdi. O'sha yerga o'tamiz. Mana VPN chiqib turadi ustidan. Bitta bossangiz jigarlar, menda avtomatik saqlanadi. Buni jigarlar qay payt yoqamiz deyotganlar uchun jigarlar, buni hozir yoqmaysizlar. Birinchi PUBG ga kirib olamiz jigarlar. Hozir jigarlar PUBG ga kirib olsin. 1 minut. Jigarlar, maslahat beraman, lekin hech qachon VPN ni bolalar o'yinga kirmaslaringdan oldin, men aytmagan vaqtdan bolalar yoqsanglar, hech qanaqa VPN ni rezultatini his qilmaysizlar bolalar. PUBG ga polni kirib olgandan keyin bolalar, hozir ko'rsataman qaysi payt yoqish kerakligini, kirishlaring bilan bolalar. Masalan, arena o'ynaysizlarmi yo lobby o'ynaysizlarmi bolalar, kirganlaringdan keyin sirasi yoqish kerak, chunki ping serverlar to'g'rilanadi bolalar, o'sha 10 sekundgacha boshlangan vaqtgacha bolalar. Hozirgi paytda hech qanaqasiga bolalar aniq bo'lmayapti. Men o'zim sizlar uchun jigarlar bitta ochib ko'rsataman. Lekin bilmadim bola TDMda qanaqadir baglar bo'lyapti hozirgi paytda. Ko'plab TDMda ulashib, ko'plab odam olib kirmayapti jigarlar. Hozir bitta sinab ko'ramiz. Druziyadan birorta odamni chaqirib, prosta jigarlar bittasiga sinab ko'rsatishga chaqirib ko'rsatib beraman jigarlar sizlarga. Mana deganlaringdan keyin bo'ladi. Sirasi chiqasizlar bo'ladi. Mana shunday chiqasizlar. Boyagi VeriGuardga shunday o'tamiz bo'ladi. Mana 5 qism VPN ustida mana bitta bossa jigarlar, mana yoqdi. VPN yondi jigarlar, tepada ko'rgan bo'lsanglar. Buni chekkani tozalab o'rasizlarmi, tozalab o'rmaysizlarmi, foydasi yo'q baribir bo'ladi. Reloading. Reloading. O'qlaring zalit vashshi mazza qilib o'ynaydi. Mana ko'rchi mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi bolalar bu bilan. Короче, otganlaringda hit tegadi jigarlar, otganlaringda hit tegadi jigarlar. Bemalol mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi buni. VPN da endi bo'lib, короче, cheat bit ko'paytiradi bu cheatga. Ban beradi, tugayin deydi jigarlar. O'yinlar hech qanaqa bo'ladi, VPN chiqarishga ban berganda ban etgan bo'ladi. Reloading. Pingni qarasanglar, mana 20 pingdan bo'ladi. 20 dan chiqadi. Bemalol bola o'ynaverasizlar. Sizlarga bolalar yana bitta taklifim jigarlar, bizani YouTube kanalimizga jigarlar 14 ga ozgina qo'ygan. Qo'ldan kelgancha jigarlar obuna bo'lib, anav qilib, bir podдержка qilish kerak jigarlar. Mana hozirgi vaziyatimiz jigarlar mana 19336 ta bola mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar bo'ladi. Juda ham foydali videolar chiqadi sizlarga. Har kuni 100 lobbylar bo'ladi, bemalol bo'lib qo'shilib o'ynashlaring mumkin. Mana hamma telefonga 120 fps va iPad qilish bolalar rejimi hammasi bolalar ishlamoqda hozir.
4 5 ga bolalar bemalol uni qo'yib olsanglar bo'ladi. O'sha oxirida aytgandek bolalar ya mana shu videoni kommentida bo'ladi jigarlar, yo bo'lsa mana shu Blatata Pubik kanali profiliga o'tsanglar, mana Blatata Telegram kanali turibdi jigarlar. Bemalol o'tib, bizning Telegram kanaliga qo'shilsanglar jigarlar, hammasi chiqib turadi jigarlar mana bu yerda. Mana fayllari tashlanib turibdi jigarlar. Sizlarga sog'lik, salomatlik bolalar. Keyingi videolargacha bolalar. Like va podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar.